Xo'jayinimlardan shu taom uchun maqtov eshitdim. Ishoning, bu taomdan tayyorlasangiz, siz ham maqtov eshitasiz. Qiymaga qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, tuxum, qotgan non talqoni va ziravorlarni solib, qiymamizni pishitib, urib shakl berib olamiz. Men shunaqa ingichka uzun shakl berdim. Tavaga yog' solib, koftalarimizni qovurib olamiz. Endi sous tayyorlaymiz. Tavaga yog', tomat, qirg'ichdan chiqarilgan pomidor, tuz, murch solib, aralashtirib, suv solib, qaynab chiqquncha kutamiz. Qaynab chiqqach, koftalarimizni ichiga terib, past olovga dimlab qo'yamiz. Navbat garnirga makaronni o'zgacha uslubda tayyorladim. Tavaga saryog', makizni rissoni makaronidan solib, qizarguncha qovuramiz va 2 baravar ko'mguncha suv solib dimlab qo'yamiz. Mana koftalarimiz tayyor bo'ldi. Buni qaranglar, qanaqa sochniy, apetitniligini. Souslarni aytmaysizlarmi, shunaqa mazali. Garnirimiz ham o'zgacha mazali va chiroyli. Bu taom bitta laykka arziydimi? Agar arzisa, bosib qo'yarsizlar.